Assalomu alaykum. Hurmatli o'zini tutib olgan, es xushlik, odamgarchilikni biladigan yaxshi sho'pirlar juda ko'p, men bilaman, yo'llarda ham uchrataman. Ming afsuski, shunaqa yaxshi vijdonli, iymonli sho'pirlarning ichida ham jipiriq, eshak, anu 3-4 tanga pul ishlab, nima deydi? Bozor tusanini bilmay qolgan eshak desa, eshak ham xafa bo'ladi, to'g'risi. Hayvon desa, hayvon ham xafa bo'ladigan ablahlar bor-da ichinglarda. O'shalarga yetkazib qo'ysanglar degandim. Xo'sh, men kuryerman. Kuryerlik qilaman. Drongo Monster skuterdaman. Xo'sh. Shu 25 dan oshmaydi skorusim. Ano yo'lda ketayotganimda nima deydi? Chetdan yur, trotuardan yur deydigan eshaklar bor-da. Lekin juda ko'p hojakalar, o'sha iymonsiz, o'zidan boshqa odam ko'rmaydigan, bir tinga olmaydigan hayvon basharalar, to'g'risi hayvon ham uncha emas, hayvondan ham to'g'risi hayvon xafa bo'ladi hayvon deganga. Bularning oldida-chi, bir qanaqadir manqurt, bir marraz odamlar bor-da. O'sha marraz odamlar bizning skuterdagi to'g'ri har ikki qo'ldan chiqadi. Bizning ham ichimizda bor skuterda qonun qoidalarni bilmaydigan, naryoqdan eshak minib yurganlar ham kelib olganda, menga kelib olib nima deydi? Skuterga o'tirib olgan, yo'l qoidani bilmaydi, qizilga ham bosib ketaveradi. Odamlarni ham ustiga haydab yuboradiganlar bor, yo'q emas. Xudo xolasa buni orqasida, buni anaqasida ishlanyapti, kerakli tadbirlar qilinyapti. Prosta odamga alam qiladi-da. Mana hozir men O'rdadaman. Shahar o'rtasi sentrdaman. O'rda mana. Ana Turkiston saroyi. Endi qaranglar, mana qaranglar. Yo'lni ko'rib oringlar. Troslari chiqib yotibdi, troslari. Simlari chiqib yotibdi. Ko'rib bo'lmaydi ahvolni mana bu. Hamma joy rasvos chiqib yotibdi. Ana qarang, shaharning o'rtasini qaranglar. Mana shaharning o'rtasimish. Shu o'rdamish. Shu o'rdaning ahvolini qaranglar mana. Endi hozir shaharning ichini mana shu ahvolni shu desak, mana yur. Xo'sh, Nazarbaylarni nima deyish mumkin? Men yashaydigan joylar. Zangida tumanlari, mana bu Beshqarashlarda umuman velosipedga, peshoxodga sharoit yo'q. Umuman qilinmagan. Yana hamma o'zidan aqlli yasab olgan jipiriqlar bizaga umuman mana shu qonunga rioya qilib yurganlar, normalniy anaqa yurganlarni yo'l chetidan yursak, trotuardan yurgin deydi. Trotuar chetlarini hammasini kerak bo'lsa videolari bor, anaqalari bor. Zapis qilib qo'yganman. Ko'rsataman, любой anaqa qilinglar, ko'rsataman men. Polni trotuarlarni egallab olishgan. Biz qayerga borishimiz kerak? Kuryerlar. Biz ham tirikchilik qilyapmiz. Bola chaqa boqyapmiz. Davlatga nalog to'layapmiz. O'zini o'zi band qilgan. Men shaxsan o'zim 1 million, 1,5 millionga yaqin oyiga davlatga byudjetiga pul sarflayman men.
Sagal o'zini bozmasin bu hoja akalar, anaqalar. Bir insofli, iymonli odamlar bu videoni jo'natib, anaqalarga yetinglar, tushuntiringlar bir anaqa qilib. Iltimos sizlardan tarbiyalanglar ozgina bularni. Endi 3-4 so'm pulim ko'p, pulim bor yoki kuchliman deb o'ylayapsizlarmi? Sizlardan ham kuchli zot bor, Alloh bor. Shunaqangi jazolaydi, shunaqangi uradi, bir qarg'ish uradi. Valazabdan minolmay qolasanlar. U 3-4 so'm pulingga yoki obro'yingga elektromobiling ana. Aynaqa o'pkasi yo'qlar. Ishonmalaring bunaqangi. Xudodan qo'rqinglar, zulmga u dunyoda ham, bu dunyoda ham javob berasizlar zulm qilganingizga. To'g'risi bilmayman. Hayronman sizlarni anaqalarga. Bu hammaga emas, aytayapman-ku, yaxshi insonlar ko'p. Rolda o'zim juda ko'p ko'rganman. Yo'llarda yo'l berishadi, yordam berishadi. Kerak bo'lsa, buzilib qolganda emas, yeteklab ketayotganimda ham mohinalar katta gruzovoylar, anaqalar, gazellar kelib to'xtab, "Aka, ortib olib borib beraymi?" deydi. Yaxshi odamlar ko'p, sho'pirlar bor. Ularni anaqa deyotgan emas, lekin shularning ichida aytadiku, bitta tirraqi buzoq podani bulg'iydi deydi-ku, o'shanaqa tirraqlar ko'pda ichimizda. Butun bir jamiyatni bulg'ayotgan tirraqi buzoqlar bor. O'shalarga Xudodan qo'rqinglar, mayli, aytayapman-ku, bu dunyo o'tar ketar. 3-4 so'm pulinglar anaqa qilmanglar, ishonmanglar bu anaqa narsaga. Xudodan qo'rqinglar. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.